Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Asadullo Mebel kanalining obunachilari, hurmatli obunachilar, mana sizlarga Yaxshi. Afsamajon oshnam joyiga keldim. Devorlarda xilma-xillari, xudo xola shkaflar xilma-xillari, peroshkalar, xilma-xillari bor ekan. O'zlaridan obzor davom ettiramiz. Tarjamayapsizmi oshnam? Simsiz. Oldindan lak bosib qo'yinglar obunachilar, juda arzon qilib qo'yib berasiz. Faqat mana katta obunachilarimiz ayb nuqsoni bo'lsa, borini aytib o'tib keting. Xo'p, shkafimiz. Aybi shu ishlaganida, endi rabochiyligi. Ikki bo'lay bo'ladi. Oldilari endi, ichlari Qo'llagan joylariga qo'yib olishaveradi, o'lchab qilib. Aslida ham tortmasi ham bor ekan. Tortmasi bor. Mana chiroyli holatda oshmoshlarni melatlar yangilab. Yana antrasi bor. Razmeri necha? Razmeri 230 ga 160. Xo'p. Nech pul qilib beramiz? Altta shifonyerda. 1 million 100 ming qilib beraveramiz. 1 million 100 ming so'm shu shifonyerimiz. Keyingisi kupeli. Mana 3 eshikli, kupeli, ham eshikli, ham shaylar. Qo'rqmalari ham katta ekan-a? Katta. Shelkalari. Keyin bu laminat emas, akril bu. Akril. Xo'p. Tozamat, bemalol suvlab yuvishaveradi. Arda xohlagan turlariga olib, artib yuvib tozalashaveradi. Xo'p. Buni razmeri qanaqa? 170 ga 210. 170 ga 210 razmerda. Nech pul qilib beramiz? Buni narxi 1 million 300 ming so'm. 1 million 300 ming so'm. Xo'p, bu qanaqa shifonier? 3 eshikli laminatli shifonyerimiz. 3 eshikli laminat. Bitta tomoni polka, ikkinchi tomoni vishilka. Xo'p, nech pul qilib beramiz? Buni 800 ming qilib beraveramiz. 800 ming so'm obunachilar yangimi? Yo'q, bular rabo jichcha ishlangan. Jichcha ishlangan. Mana ular yangi peroxoshkalarimiz mana. Ular yangilik mana. Oshmoshlarga ahamiyat beramiz. Vakuumli oshmosh. O'z tortib oladi mana. Xo'p. Ular ham o'shnaqa. Xo'p. Keyin metiga ahamiyat berasiz. Ko'pi qadef bo'ladi, laminat. Laminat ham. Bunisi ham o'shnaqa. Bunisi ham bir xil. Nech pul narxlari? Buni narxlari 800 mingdan chiqarib beraveramiz. 800 ming so'm. Xohlagan ranglarni tanlashaveradi. Tanlab olishaveradi. Xo'p. Albatta. Yana naqasiga irimigacha o'tib berasiz. O'tib beramiz siz obunachilarga. Obunachilar telefon qilishadi. Mana oshmoshlarga ahamiyat berib qo'yasiz mana. Bularchi. Bu ham yangi shifonyerimiz. 2 bo'lay. 2 bo'lay bo'ladi. Tortma. Past tortmali. Xo'p. Bu ham yangi. Bu yangi. Ishlatilmagan bu. Buni 1 million 300 mingga chiqarib beraveramiz. 1 million 300 ming so'm qilib beramiz obunachilar buni. Albatta. Xo'p. Servantimiz. Bu 2 bo'lay. 2 bo'lay. Mana. Ichlari. Hamma yo'g'i joy-joyida. Mana eshiklari, ichlari. Nech pul qilib beramiz? 700 mingga chiqarib beraveramiz. 350 mingdan. Donosi ham beraveramiz, juposi ham beraveramiz. Farqi yo'q. Partamiz. 500 mingga chiqarib beramiz, kompyuter. 500 ming so'm. Obunachilar kommentariya yozib o'tish esdan chiqmasin. Arziydimi, narxiga arzimaydimi? Qaysi qimmat, qaysi arzon? Keyin safargi videoda narxini tushiramiz qimmat degan narsalarni. Bu ham bo'lay. 3ga bo'lay. Nechga bo'linadi? Buni 700 ming qilib beramiz. 700 ming. Razmeri 170 ga 230 ga o'xshayapti. O'shnaqa, balati ham o'shnaqa. Keyingisi. Bunisi ham o'shnaqa, bo'ladi. Tepash ajraydi. 220 bu. 210, 220. Nech pul qilib bunisini 600 mingga chiqaraveramiz. 600 ming so'mga qilib beramiz bunisini. Keyingisi Lizamiz. Keyingisi Liza. Yaqinroqdan gullarni ham olib qo'ying. Gullar ham chiroylisidan ekan-a? Fasonlarini ko'rsatib, mana ichlari ham. Bu keyin qizig'i bitta terilaydigandan emas. Bu ham bo'lay. Bo'ladi. 3ga bo'linadi. Oynalari zavatga o'tirib. Olib kirib olib chiqish qulay ag'dan baqay. Mana. Xo'p. Buni nech pul qilib beramiz? Buni 1 million 300 mingga chiqarib beraveramiz. 1 million 300 ming so'm qilib beramiz obunachilar buni. Albatta. Bunisini. Bu rossiyskiy. Rossiyskiy shkafimiz. Nech pul qilib beramiz? 550 mingga chiqarib beraveramiz. 550 ming so'm. Obunachilar narxi arziydimi yo'qmi yozib ketamiz buni. Hamma yo'g'i joy-joyida. Xo'p. 500 ming so'm. Kreslolarga o'tamiz. Kreslo jupini 800 mingga beraveramiz. Jupini 800. Yangi qoplab qo'yilgan, material masalga bosilgan. Mana kelishtirib ayting. Afsamajon oshna. Mana orqalari ham. Orqasi ham. Xo'p. Bu 07 deydi. Ha, 07 Kreslo deydi. Taki har safar ezib telefon qilardilar. Mana ahamiyat bering. O'sha aka nomeri nechi deydi. O'tirib qulayligini qarang, ixcham skromli narsa. Mashina mendan har chorshanba so'raydilar. O'sha akangiz toping bo'lmasa. O'sha akani nomeri qayerda qoldi ekan? Nomerlarni sanab qilib bermabman. 07 so'raydi har safar. Ha.
Bu ugalo emas. Xo'p, Ahmet beradi. Mana ham bo'ladimi kreslo? Kreslolar ham. Divani ham. Mana. Tagi sondiq, bunisi ham, bunisi ham. Hay panelga keldi. Bas Ahmet bering. Hop. Mana bunisi ham. Mana obunachilar toza holatda chiroyli narsa ekan. Havas ketdi. Qo'llari ham chiqadi keyin. Qo'llari bakovi yechiladi bu. Obunachilar mana uni suv yechiladi. O'nchab bo'laveradi joylari ham. Mana shu kreslosini bunday aylantirib manekka qo'ysa boshdan oxirigacha katta spanne bo'ladi. Ikkalasi ham qo'li yechiladi. Bir o'zim ham qoplaganman bundan. Bitta orqalarini ham ko'rsatib berdi. Orqalari ko'rsa. Buni 2 million 400 ming qilib beramiz. 2 million 400 ming so'm qilib berilar ekan. Orqasiga ahamiyat berasiz. O'rtada ishlatsa ham mana tekis kilometr turadi. Zo'r narsa. Olishlari mana bonusiga. Bu Toshkentniki, adashmasam. Toshkent zavod, Fayz. Xo'p. Nech pul beraman dedingiz? 2 million 400 mingga chiqaramiz obunachi. 2 million 400 ming. Obunachi zo'r narx bo'ldi, xudo xolasa. Eng arzoni shu bo'ldi. Mo'yshi materiali ham, kerdoklar formula. Ammo срочный telefon qilinaveradi. Miyaqki divanimiz. Divanlarimiz arzon qo'yib beramiz bizga. Mana Taylandni ham yangi qilib qo'yganmiz. Divanlarimiz, oyoqlar yangi bo'lgan. Obunachilar. Xo'p. Spani bo'lishi ham kattagina ekan. Razmeri qanaqa bo'ladi spani bo'lganda? Spani bo'lganda 120 ga 190 bo'ladi hozir. 120 ga 190. Yo'llari bilan 210 joy egallaydi. Qo'llar 3 ta bor ekan. 3 ta bir xil. Nech puldan qilib beramiz Optimiga buni? Optimiga 1 million 300 mingdan chiqarib beraveramiz. 1 million 300 ming so'mdan obunachilar Optimiga. Bir xil bitta aylanib bo'laveradi. Materiallarni mo'yishi qilib, yangi qilib, bir xilda olaman deganlarga bo'y basti ham bir xil. Bitta joyga qo'yib ishlataman deganlarga. Xo'p. Nimamiz qoldi yana? Obzor qilinmagan. Yosh boshda tummichalarimiz qoldi. Bonusga beramizmi bulardan? Nimaiki olishsa bonusga qo'shib beramiz. Qo'shib beramiz. Mana uni ham qo'shib beramiz mana. Mana obunachilar bemalol bo'laveradi mana. Telefon qilaverasizlar. Qabretkalar. Buni ham qo'shib beramiz. Buni ham qo'shib beramiz. Buni ham qo'shib beramiz. Zo'r bonusga. Bo'laveradi. Xudo xolasa obunachilar, avtomat joylariga keldik. Mana o'zlari. Nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Mana joylari bozorda robotdan to'g'ri kirib kelishda birinchisi chap qo'ldagi joy. Bemalol kelib, usta ko'rib gaplashsalaring ham bo'laveradi. Telefon qilsalaring, dastavkalarni shahar ichida qilib berasizmi yo'qmi? Shahar ichida yordam beramiz iloji boricha. Xo'p. Agar uzoqroq bo'lsa uzr so'raymiz oldindan. Ammo dastavkasini og'izroq qilib chiqarib berasiz. Bemalol aloqaga chiqsin qilib beramiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab tursalar, bundan ham arzon mebellar qo'yishni davom etamiz obunachilar.